Assalomu alaykum, hurmatli Jalolov kanali obunachilari, hurmatli sigir YouTube chorva ishqibozlari, aka ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyati Marhamat tuman Marhamat mol bozorida sotiladigan qadrdonlar yakka suvoy sigirlarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Hafta kuniga yakshanba 2026-yil. Bugun sizlarga qadrdonlar xudo xolasa yaxshi narsalar chiqibdi. Savdo bo'layotgan jarayonlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashmolimizga hozir savdo bo'lyapti. Qadrdonlar xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rsanglar, jigarlar. Mana aka necha pulga kirdi bu? Necha pulga kirdi bu? 13 million 600 ming berishyapti. Mana 13 million 600 ming so'm berilyapti qadrdonlar shu molimizga, xudo xolasa Marhamat mol bozorimizda. Savdo bo'lyapti akalar, xudo xolasa mol. Bermab qo'ygan, qo'shasa beramiz. Savdosi bo'lyapti qadrdonlar, xudo xolasa. Siz qo'shasiz beramiz. Bosh bor. Ko'rsating o'g'lingizga mana. Mol savdosi qizyapti. Tomon qildi. 13 million 600 ming savdosi bo'lyapti qadrdonlar. Mana shu molimizga xudo xolasa Marhamat mol bozorimizda. Ustidan necha pulga bermaysizmi? 21,5 million so'mga. Usti nechta? Usti 10 litrdan ham ko'paygan jigarlar. 21 million so'm so'ralyapti Kashibet molimiz. Qadrdonlar mana. Molimiz zo'ri. Bolaga necha pulga bermaysiz buni? Bolani olsa yana necha litr suti bor? 5-6 ta bor bolasidan. 5-6 ta bolasidan tashqari suti bor. 36 million so'mga berilmayotgan qadrdonlar. Xudo xolasa Shibet mol. Nomer aytib berasizmi usta? Nomer aytib berasizmi? Aytaylik mi? Nomer aytib qo'ysangiz, Buni sotib olsangiz-chi? bo'ldi, aytayman. Qadrdonlar 36 million so'mga bolani ovoz haqiqatda kuchli ekan. Mol 5-6 ta bolasidan tashqari suti bor ekan. Bolani ovoz. Aka necha pul bermaysiz buni? 28,5 ming. Bolani ovozmi? Bola qo'nachi 28,5 ming. Birinchisimi, ikkinchisimi? Ikkinchisiga chiqarlar mol mana. Nechta suti bor? 8 ta. 8 litr suti bor ekan. Qadrdonlar mana. Chiroqli mol ekan. Ko'rsating hisobini ishlar. Baklar qaranglar, jigarlar mana. Chiroqli mol ekan. 8 ta suti bor ekan, bolasi qo'nachin ekan. Nomer aytib berasizmi? 94lik 491 4981 Mana shu nomer 91lik ham aloqaga chiqib olar ekansizlar. Qadrdonlar mana. Chiroqli mol ekan mana jigarlar. Akalar sut ko'p varianti. Necha pul bermaysiz aka buni? Yo'q, buni aytdim. 23 million so'mga. 23 million so'mga berilmayapti aka. Nechta tuqqan? Nechta tuqqan? Uchinchisiga bo'lgan. Uchinchisiga bo'lmas, necha oylik? Necha oylik? 1 oylik gumon ekan, qadrdonlar. Xudo xolasa, qadrdonlar, xudo xolasa. Mol chiroqli mol ekan. Nomer aytib berasizmi? Nomer aytib berasizmi? Sotiladi. Mana jigarlar. 7 ta sutga deyapti qadrdonlar. Xudo xolasa 15 million 400 ming so'mga berilmayapti. Jigarlar mana. Nomer aytib berasizmi aka? 90lik 525 0749 aloqaga chiqib o'rgansizlar jigarlar mana. Mana xudo xolasa mol 8 ko'ramiz aka. Mol chiroqli mol ekan mana. Obuna bo'lib like bosib turasizlar jigarlar, xudo xolasa keyingi videolarni Marhamat bozoriga obzor qilamiz.